Chusokda qayerga borishni bilmayotgan birodarlarimiz uchun zo'r joy topib qo'ydim. Bu yerda shashlik qilsanglar ham bo'laveradi, bemalol dengizda cho'milsanglar ham bo'ladi. Undan tashqari akalar 100 metr ichkaridan biz xona oldik. Narxlari ham hamma ham bor. 100 mingdan ekan. Ertaroq kelib bron qilasizlar odam ko'pligi uchun. Undan tashqari o'zini so'rilari ham bo'ladi. 30 ming, 20 mingdan bemalol kelib, agar so'ri ham kerak emas desanglar, mana shu yerda besplatniy o'tirib, bu yerda cho'milib, maza qilib ketsanglar bo'ladi. Manzilni kommentariyaga plyus belgisini qoldiring, lichkasiga tashlab qo'yaman. Undan tashqari bu yerda 5-6 kilometr narada Togilma al bor, uylarni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Zo'r viewlar bor. Sachon cable car bor. Kara bo'yicha eng uzun cable carlardan akalar. Vobshe mo'shni joylar, shashliklar qilib yeydigan joylari mana shu bo'ladi. Sizlarga men bitta, ikkita, 3 ta qilib videolarda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Sizlar bilan Muhammad Amin bo'ldi. Travel'damiz. Akalar kuzatishni davom etinglar. Atmosferaga bitta baho beringlar o'zinglar. Vobshe mo'shni bo'lyapti lekinchi. Qaranglar, shabada gap yo'q. Zo'r. Bu yerda mana voleybollargacha bo'lyapti.